Cobalt avtomobilimizdan to'liq navrot qilib, orqa stendlariga ham abagreif o'rnatib berganmiz. Kuzatib olinglar, Maxxionda ham proyektimiz tayyor holatda. Polni shumka qilib, Malibu salon yig'ib berganmiz. Rul, bar, tablo, monitor qilib. Tablolari bilan komplektga o'rnatib berganmiz. Ramkalari koji bo'ladi. Tarpetgan o'ng tomon tepachasini, mana shu tablon tepachasilarini ham kojinga qilib berganmiz. Choklarni salonga mos qizil qilib berdik. Okamlar Redline bo'lsin salonni dedilar. Tabloda hamma performance funksiyalari yoqib berilgan, ishlaydi, ruldan ham boshqariladi. Malibu 2 ruli full variantda o'rnatib berdik. Avarinka ulangan, signal bor, dalniga qiladigan ulangan, 4 ta knopka cruise controlga ishlaydi. Bu yoq tomoni tabloni boshqarish uchun ishlaydi. Qolgan knopkalari multimedia uchun ishlaydi. Bo'sh joyi qolmadi. O'rtada ham signallari joy-joyida ishlab turibdi, xudo xolis. Malibu 2 bar, ruchnoy tormozlari original, kranch-temlar o'rnatilgan, parrandali platali. Polni full variantda o'rnatilgan, garantiya beriladi 1 yil. Original TSCC3 o'rnatib berganmiz. Oldi va orqa kamerasi. Buni hozir ko'rib turganingiz oldi kamera, endi orqa kameraga o'tdi. Ikkalasi ham Full HD, ikkalasi ham oldi orqa kamerasi ham zapis qiladigan o'rnatib berganmiz. Rulni burganda zadniy kameraning palasalari buriladi, ahamiyat berib qo'yasizlar. Sidenlariga ham akkuratni sideni chexolda qilib berganmiz. Choklari qizil, Redline saloniga tushadigan qilib moslab tayyor qilib taqib berganmiz. Original Magicar dominantni start stoplar bilan komplektga o'rnatib berganmiz. Xullas avtomobilimiz tayyor, xizmatlar bo'yicha Maxxionga aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni chiroyli qilib, gрамотный, garantiyali qilib, sifatli qilib bitirib beramiz.